Agar 5 sinus beta teng sinus 2 alfa plus betaga teng bo'lsa, tangens alfa plus beta taqsim tangens alfaning qiymatini toping. 5 sinus beta teng sinus 2 alfa plus betaga. 5 sinus betani 4 sinus beta tenglik sinus 2 alfa plus beta minus sinus beta deb oldim. Demak, 5 tani 4 taga bitta qilib maydalab, bittasini o'ng tarafga olib o'tdim. Endi o'ng tarafda ifodamizda ayirma uchun formulaga qo'ysak, 4 sinus beta barobar 2 sinus 2 alfa plus betadan betani ayirib 2 ga bo'lsak alfa bo'ladi. Kosinus 2 alfa plus betaga betani qo'shib 2 ga bo'lsak alfa plus beta bo'ladi. Tomonlarni 2 ga bo'lib yuborsak, 2 sinus beta teng bo'ladi sinus alfa kara kosinus alfa plus betaga. Endi so'ralib turgan ifodani yozsak, tangens alfa plus beta taqsim tangens alfa. Tangens alfa deganimiz sinus alfa taqsim kosinus alfa. Ya'ni shu formuladan foydalanib, tangens alfa plus beta deganimiz sinus alfa plus beta taqsim kosinus alfa plus beta. Shunday deb yozib olsak, sinus alfa plus beta kara kosinus alfa taqsim mahrajda esa kosinus alfa plus beta kara sinus alfa bo'ladi. Mahrajdagi ifodamiz kosinus alfa plus beta kara sinus alfa deganimiz sinus alfa kara kosinus alfa plus betaga teng. Bu ham 2 sinus betaga teng. Demak, mahrajdagi ifodani o'rniga 2 sinus betani qo'yib yuboraman. Shunda suratda sinus alfa plus beta kara kosinus alfa taqsim mahrajda esa 2 sinus beta. Endi suratdagi ifodani ko'paytma uchun formulaga qo'ysak, 1 taqsim 2 kara sinus alfa plus betaga alfani qo'shsak nima hosil bo'ladi? 2 alfa plus beta. Demak, sinus 2 alfa plus beta plus sinus endi alfa plus betadan alfani ayirsak sinus betani o'zi. Taqsim 2 sinus beta. Tenglik. Endi sinus 2 alfa plus beta deganimiz o'zi boshida bizga berilgan edi. 5 sinus betaga teng. O'rniga olib kelib qo'ysak, 5 sinus betaga sinus betani qo'ysak, ya'ni 1 taqsim 2 kara 6 sinus beta. Taqsim 2 sinus beta bo'lib qoladi. Bu joyda qisqarib turgan ifodalarni qisqartiramiz. 2 bilan 6 qisqarsa 3 qoladi. Sinus beta bilan sinus beta kelsa, demak, javobimiz 3 taqsim 2, ya'ni 1,5. Javobni yozib qo'yamiz. Demak, javobimiz 1,5.